Assalomu alaykum. Bugun qilinadigan ishlarimizdan biri mana bu Cobalt mashinamizga cruise control knopkalarini qo'yib berdik. Keyin temperatura datchiklarini o'rnatib berdik. Bagaj knopkalarini qo'yib berdik. Multimedialarni ishlatib ko'ramiz. Biriga bir ishlaydi multimedialari. Cruise control knopkalarini ishlatib ko'rsatamiz. Salon svetlariga moslab ko'k yonadi. Keyin qo'shimcha qilingan ishlar rul chexol tikib berdik. Mana chexolimizni choklari mana tikilishlari. Choklar joy-joyiga tushgan. O'zini rolini atroflari yaltirab ketmasligi uchun, yaxshi saqlanish uchun chexol tikib qo'ysa yaxshi bo'ladi mana. Signallari ham yengilgina bosiladigan bo'ldi. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar.